Diqqat! O'zbekistondagi metan zapravkalar haqida xalqqa xushxabar. Metan zapravkalar ish faoliyatini soat nechida boshlab, qanchada tugatishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. So'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Vitronik tabobat olamida ajoyib yangilanish. Erkaklarda uchrovchi prostata bezi adenomasi, surunkali prostatat holatlarida achishish, og'riq, kam peshob ajratish holatlarini bartaraf etuvchi ajoyib vosita. Umumquvvatni oshiradi, jinsiy faoliyatni yaxshilaydi. Erkaklarning haqiqiy ishonch manbai. Mahsulot ta'sirini 5-7 kun ichida sezasiz. Vitronik har tomchisida mo'jiza. Diqqat qiling, bugun 2-fevraldan boshlab metan zapravkalar soat 10:00 dan 16:00 gacha faoliyat yuritadi. Farg'ona vodiysidagi metan zapravkalarning ish vaqti hokimliklar bilan kelishilgan holda gaz bosimidan kelib chiqib belgilanadi. Shu bilan birga ijtimoiy soha obyektlariga xizmat ko'rsatuvchi maxsus texnikalar va jamoat transportlari uchun gaz ta'minoti cheklovlarsiz va umuman to'xtamasdan barqaror tarzda ta'minlab beriladi, deyiladi xabarda. Video ostiga like bosib, videoni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.